Qaytib kelsa edi bolalik chog'im, sizlar bilan bir maktabga qatnasam. Ha, haqiqatan ham bugungi katta natijalar mana shunday maktablarda tug'ilgan orzularning amali. Shunday ekan, maktablardanoq buyuk marralarga yo'llar ochilsa, kelajagimiz albatta oydin bo'ladi. 5 tashabbus olimpiadasi esa bugun yoshlar uchun qaysidir ma'noda mana shunday yangi maqsadlarga yo'l bo'la olmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, Nukus shahri 9-sonli maktabning 8-sinf o'quvchisi Aizada Allambergenova bu yilgi asosiy rejalariga voleybol sport turi bo'yicha musobaqalarda o'z jamoasi bilan g'oliblikni qo'lga kiritishni rejalashtirgan. Voleybolga qatnashuvning sababi bizlar Nukus qalasida polni O'zbekiston atnan, voleybolda sportdan maktabdan atni olib chiqib sonra o'zimizning oldimizga qo'yibmiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida 721 ta maktab ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda 5 boshlama olimpiadasidan mahallamizdan 1000 ga yaqin yoshlarni registratsiyadan o'tkazib, ularning ishining qobiliyatli yoshlarni tanlab olishga harakat qilib o'tirmiz. Aydana Allambergenova, Ali Xudayberdiyev, Qoraqalpog'istondan.